kechagi sel, yomg'irdan keyin Sulton Aziz bova yo'llari shunday simes kelib, yo'llari yulib qolgan yine. Yo'llarni yuvib tashlagan yomg'ir, sel. İjtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi bu videomuz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Birun tumani Sulton Uvays bova ziyoratgahidamiz. Hozir beri Birun tumani obodonlash xodimlari gelip yine qo'lni şöyle yo'llarni ochib turibdilar yine. Ajoyib. Oyoqlarimizga, og'alarimizga bir like bosib mehnatlar uchun yo'llar beklanib qolgan ekan yine. Beton üstüne shunday oyoqlardan yomg'ir yuvib kelib, simeslarni yutib tashlagan bellan dedi. Atlar bo'yicha yo'llar yopilib qolgan. Mana ziyoratchilar keladi-ku masalan shu o'tolmay qolganlar bu tarafa. Hozir kelib ular o'shalarda chaylik qilib yo'llarni ochib turibdilar. Oyoqlarimizga like bosib qo'yamiz. Ular dard ko'rmasin. Kommentlar fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Sağlam masalan shunday xodimlar bor, masalan obodonlashtirish ishida ham vaqt shu voqea bo'lgan vaqtda yo'llarimizni toza qo'yadilar. Ziyoratgahdan o'z xizmatlarini ko'rsatib turibdilar. Gap bo'shun emas. Birun tumanida Sulton Uvays bova ziyoratgohi. Ziyoratchilarimiz shunday yo'llarni ochib turibdilar yine. Ajoyib. Oyoqlarimizga gap bo'shun emas. Oyoqlarimiz chattirtinaganda. Yine yol beklenip kalkan dedi. Ya yine beton mu? Asfalt değil. Simes beklep taşıkan. Yine çaylak atıp tadalak. Bir de zayıf.